Assalomu alaykum obunachilar. Mana YouTube'dagi kontentimiz boshladik. Bugun xudo xolasa kuzatishda davom qilinglar, like, podpiskalar qilmanglar. Hammaga yetib bo'lishi uchun rahmat. Obunachilar, Econos mashinamiz bor. 21-yil, 472 millionli, Pony full, 44 ming kilometr yurgan, kraskasi toza. Navortlarga kelsak, 4 ta yaxshi qimmat balon qo'yilgan, parok qo'yilgan yaxshi. Keyin orqa tonirovka qilib qo'yilgan, salon holatlari yaxshi, o'rtacha turibdi, chotki. Probek yaxshi, kam yiliga nisbatan probek kraskasini bemalol probek qilib yuborsizlar. Tak, Pony full 472 millionli, Abduf, Palasopralina, fed-up display, hamma narsa bor. Oldida ikkita sidina elektronik bo'ladi. U yog'i ham, bu yog'i ham fullida faqat. Orqa qismlari matviy holatda mana, yaxshi juda ham. Obunachilar, mashinamizni nasiyaga ham, naqdga ham sotiladi. Barter xizmatimiz ham bor. Eski mashinangizni olib kelib, yangisiga alishtirib ham beramiz okaja. Keyin mashinamiz narxiga kelsak, mashina narxini 26,5 ming dollar qilib beramiz. Yana kelishtirib choynak qilib beramiz. Nasiya savdo xizmatimiz ham bor. Keyingisi Kia K5. Mashinamiz 23-yil, Svetnoy tablo, 2,5 motor, 23-yil 9-oy chiqqan ekan salondan. Bir qo'l mashinamiz, hisob ma'lumot 14 ming probek ekan. Kraskasi top-toza, bemalol tekshirib olasiz obunachilar. Diskalar qo'yilgan mashinamizga. Salon holatlari mana. Salonlarni ko'rsatib o'tamiz hozir. Saloni zo'r holatda turgan ekan. Yaxshi, qirilgan joyi yo'q. Mashinamiz 14,848 kilometr yurgan ekan. Ashibka qismlari ham yaxshi, orqalari mana yaxshi holatda turibdi. Obunachilar bemalol tekshirib ko'rsatib olasiz. Bu bezlik varianti. Ikkinchi pozitsiya full deb aytilar ekan. Endi Kia'ning pozitsiyasi ko'p, hammasi esimda qolmaydi. Ikkini fulli mashina. 2,5 motor, Svetnoy tablo. Obunachilar, mashinamiz narxini 25,5 ming dollar qilib beramiz. Barter xizmati, nasiya xizmati ham bor. Keyingisi Kia Seltos. Mashinamiz 22-yil, kraskasi top-toza, birini fulli deb aytiladi. Qora tom zavodskoy bo'ladi, o'zi. Maltlari ham qora bo'ladi. O'zi yaxshi ekonomik mashina. Bu Seltos ham sinovdan o'tgan. Birini fulli, hamma narsa Abduf, Abagret bo'ladi mashinamizda. Avtoholdlar, avtohold bor. Xullas, hamma narsa bor bunda ham. Yaxshi, 18,536 kilometr yurgan, halol. Kraskasi toza. Orqa qismlari yaxshi holatda turibdi mashinamizni. Beli jemchuk rangi, mashinaning rangi. Kraskalar toza. Xudo xolasa tekshirib yana ko'rsatib olasiz obunachilar. Mashinamiz 22-yil, narxini 22,5 ming dollar qilib beramiz. Obunachilar, keyingisi Malibu Premier. 21-yil mashinamiz, kraskasi top-toza, krugoy tonirovkasi bor. Salon holatlari yaxshi, motiv bo'lib turibdi. Kraskasi toza, 21-yil, 66 ming yurgan. Idealniy sostaniyada mashinamiz. Obunachilar, orqalar ham yaxshi holatda, mana motiv bo'lib turibdi. Do'laraga telefon kelyapti. Toza Premier. Bu mashinamiz narxini 25 ming dollar so'rayapmiz. Yana kelishtirib choynak qilib beramiz. Barter xizmatimiz ham, nasiya savdo xizmatimiz ham bor. Keyingisi Econox'imiz bor mana. 472 millionli, 46,500 kilometr yurgan, kraskasi toza, 4 ta diska balon qo'yilgan. Krugoy tonirovkasi bor, salonlari matviy bo'lib turibdi. Mana fed-up display, Abduf, Palasopralina, 4 ta vidishli mashinamiz. Yangi holatda, orqalar ham yaxshi holatda turibdi mana. Tak, bu mashinamiz narxini 28,5 ming dollar qilib beramiz. Toyota mashinamiz bor. 1.2 turbina Toyota Levi mashinamiz, full bir payz, eng fulli 24-yil, 2400 kilometr yurgan.
Kraskasi top-toza. Orqalari yaxshi holatda turibdi mashinamiz, obunachilar. Mabodo kimga qiziq bo'lsa. Bu nech pul edi, Donor aka bu? Buni narxini $21,000 qilib beramiz. Ya'ni gaplashamiz, obunachilar. Bemalol murojaat qilasizlar. Obunachilar, 2 motor malemimiz bor. 2018-yil atliq fendi motor. Mana motor qismlari yaxshi turibdi. Kraskasi top-toza, to'rtta yaxshi balon qo'ygan. Tonirovkasi yo'q ekan. Salon qismlari matli bo'lib turibdi. Yaxshi holatda ekan. Mashinamiz 82.300 yurgan ekan. Orqalari Q4 atmosferli, benzin tanlamaydigani bu. Kraskasi toza, obunachilar. Mashinamiz orqa yordifari mana teshiklari qilingan, burchiklari, qalampirlari qo'yilgan ekan. Narxini $21,500 deyapmiz. Kelishtirib joy narxi beramiz. Mana bu yil nechi? 23-yil 33 ming yurgan bu anaqa Sportage'imiz 6-paytda 2 litrli atmosferli motor bo'ladi. 4 ta vidishli. Kurgoy tanlash ruxsati bormi? Ruxsat tugagan ekan. Salon qismlari mana shaybalidan bitta oldingi 6-paytda deb aytiladi bu ham. Bunda abagrip, abduf bo'ladi. Pamit sideniya, avtohold bor. Fonli monitor bo'ladi. Orqa qismlari panorama lyuki bor. Yangicha mokretchik 2 deb aytiladi rangi. Buni narxi necha pul aka? Buni taqalgani $31,000 qilib beramiz. Keyingisi necha pul? Sportage 22-yil 29 ming yurgan. Kraskasi toza. Bu ham 6-paytda, 4-paytda ekan. Yukli, latta salonli, mana salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Kurgoy tonirovkasi bor ekan. Ruxsati bormi yo'qmi? Ruxsati yo'qmi turadigan? Bu ham qilingan ekan. Salon holatlari yaxshi holatda turibdi. Bu 2 litrli lyukli latta salon. Orqalari Sportage mashinamiz. Koreyskiy variant. Nexen balonlar qo'yilgan ekan. 29 ming yurgani narxini $28,000 qilib beramiz. Keyingisi Hyundai qanaqa bu? 86 ming yurgan. 2020-yil 86 ming yurgan ekan. Santa Fe bu? Santa Fe 2,5 motor Santa Fe full ekan. Salonlari 86 ming yurgan 2020-yil. Salon holatlari yaxshi holatda turgan ekan. Mashinamiz bir qo'l. Orqalari farobga qo'yilgan ekan. 4 ta vidishli bo'ladi bu ham. 7 ta mestali fonli full, 2,5 motorli full ekan bular. Yuklari hamma narsasi bo'ladi. Santa Fe'lar so'raydiganlar uchun mana Santa Fe'ni yaxshisi. O'rtacha, puli ham yaxshi. Narxi necha bo'ldi Yusuf aka? Uning narxini $26,000 so'raymiz. Yana kelishtirib joylab qilib beramiz. Obunachilar, mana yana ikkita premierimiz keldi. Ikkalasi ham 22-yil. Morda bron bo'lgan, 4 ta yaxshi balon, Mers Hadoy bo'lgan. Idealniy holati, bittasi 49 ming yurgan, bittasi 53 ming yurgan. Kraskalar top-toza mashinamizni mana bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Obunachilar, salon qismlari idealniy turibdi. Tonirovka ruxsatlari bormi, Botir aka? Necha oylari bor? Salom. 5-6 oydan bor, ikkalasi ham tonirovka ruxsatlari, orqalari yaxshi holatda, matli bo'lib turibdi. Orqalari ham mana orqa qismlari akkuratli haydalgan ekan. Kraskasi top-toza. Yana o'zingiz tekshirib, probeglarni ko'rsatib o'rasida obunachilar bor, xonalari bor. Idealniy holatda. Bular narxini $27,000 deyishyapti akam. Yana telefon qilib gaplashaversa, nomerlarni ham qoldirib ketamiz. Mana ikkinchisi ham 53 ming yurgan, 22-yil bu ham. Morda bron bo'lgan, 4 ta yaxshi balon, kurgoy tonirovkasi 5 oy bor, kraskasi toza. Obunachilar,
Ana salonlari Mati bo'lib turgan ekan, mashinani yaxshi holatlari. Toza Premier mashinalarimiz, bemalol probeg rasvetishi turaversa, obunachilar, orqalari. Mana ko'pchilik negativ yozadi, nega qimmat deysizlar. Mana o'zim nomerlarni qo'yib ketamiz. Bemalol o'zlari gaplashib o'rasizlar, obunachilar, nomerlari bilan pastda qoldirib ketamiz. Botir akamga chiqaverasiz. Obunachilar, yana premierimiz bor. 22-yil 22 ming kilometr yurgan, krassiyasi toza. Tak, balonlar zavodskiy holatda ekan. Tonirovkasi yo'q. Salonlari hozir ulanib qo'ygan ekan, ochamiz. Salon holati zo'r, Mati bo'lib turibdi mana. 21664 kilometr yurgan. Kraskasi bitta kriloda bor, obunachilar. Orqalari 22 Premier, bu ham toza Premier. Mashinamiz yomon emas, yaxshi holatda turibdi. Yana o'zlaringiz bemalol tekshirib aniq qilib olasizlar. Mana shu 10 krilosida kraskasi bor ekan. Mana shunisida bitta kriloda kraska bor deyishyapti. Yana ichiga o'tmagan, yana tekshirib olasizlar. Buni ham narxi 27 ming dollar, obunachilar. Keyin mana bitta 2 torimiz bor. Abdumalaka 2 tor qanaqa edi bu? 2 tor 18-yil 18-yil 91 ming yurgan, kraskasi toza. Orqa faralar premium taqib qo'yilgan ekan. Yangicha mokri JK2 deb aytiladi. Tak, ortiqcha navorati yo'q. Faqat bitta fara taqilgan ekan mashinamizga. Salonlari o'rta holatda ekan. Orqalarini ham ko'ramiz. Mana orqalari ham yaxshi o'rtacha holatda turgan ekan. Mana bitta faqat premier fara taqilgan ekan. 2 tor mashinamiz narxi nech pul? Abdumal aka, nech pul narxi? Buni bo'ladigani 18,5 ming qilib berar ekanlar. Keyingisi Kia Sorento 7 kishilik, zavodskoy holatda, hech qanaqa navorati yo'q. Kraskasi toza. Salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Ikkinchi paysisi. Salonlar ham yaxshi o'rtacha holatda turibdi, normalniy. 18 ming yurgan ekan, 23-yil. 2.5 motor orqalari. Tak, bu mashinamizni narxini 39 ming dollar qilib beramiz. Obunachilar, keyingisi Mers mashinamiz. 211 kuzov. Bu qancha yurgan edi Sardor? 220 ming yurgan, 2007-yil. 211 kuzov. Krugoy tonirovkalari bor. Mashina idealniy holatda. Mercedes vozlari bormi? Qora rangda. Kraskasi toza, Sardor? Bitta kalankasi bo'lgan, salonlari lekin matvi turgan ekan. 4 tengi baloni bor. Krugoy tonirovkasi bor. Ha? 8 ta benzinchar ekan, 4 ta yaxshi balon taqilgan ekan. Orqalari ham mana zo'r holatda turibdi, obunachilar. Idealniy holatda. 211 mizni 220 ming yurgan, kompressor, turbo kompressor sport ekan. Tak. Bu narx nech bu Sardor? 23 ming so'rayotgan ekan, yana kirishtirib beradi. Keyingisi Epica 130 ming yurgan, 11-yil, kraskasi toza. Narxi nech pul? 12,5 ming dollar so'rayotgan ekan. Keyingisi Kia Sorento Sportage 23-yil, 50 ming yurgan. Uni ham holati yaxshi. 4 ta diska balon taqilgan ekan. Bu narxi nech pul edi bu? 34,5 ming ekan. Shayba. Keyingisi Sorentomi? 3,5 ekani. 3,5 motor. Oldidan ko'rsatib o'raylik. Bunachilar 3,5 motor full fedapli bo'ladi, 360 kamerali bo'ladi. Mana salonlarni ko'rib o'tamiz. 5 kishilik ekan. To'g'rimi? Yetdimi?
Yetdimi? Ha, bo'ldi. Panorama lyuk. Hamma narsa bor, eng fulli. 25700 yurgan ekan. Nech bu Sardor bu? Orqalari yaxshi holatda turibdi ekan mashina. Bir qo'l hisob ma'lumot, beli jimchiq rang. Obunachilar buni narxini 43000 dollar so'rayotgan ekan, yana kelishtirib choynak qilib beradi. Obunachilar kimga bizning xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilasizlar. Bizning o'zimiz mashinani mana nalish tayyor turibdik. Econoximiz bor. Yangi keldi bu. Taxomiz, Kia Sonetimiz, Malibu Tutorimiz, Kia Sorento'miz ham bor. Kimga mana shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, Sardor Aftiga murojaat qilasiz. Kim kerak bo'lsa pastga nomer qoldiramiz. Bemalol narxlar bo'yicha qilamiz. E'tibor uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.